Berib qo'ydim, to'g'risini. Xo'p. Bugungi 21-asrda har 3 ta odamdan 2 tasi asabiy. Keling aynan shu haqida odamlar bilan ijtimoiy so'rovnoma o'tkazib ko'ramiz. Ko'chadagi odamlarning fikrini eshitamiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Sizda tez charchash, asabiylashish, bosh og'rig'i bo'lib turadimi? Boshim og'rib turadi tez-tez. Aha, shu paytda nima qilasiz? Dori ichasiz. Ko'proq termon dori iste'mol qilaman. Tez charchash, asabiylashish, bosh og'rig'i turadimi? Ha, bosh og'rig'i bo'lib turadi. O'sha paytda nima qilasiz? Qanaqa qilib ichasiz? Kuyib ichaman. Darmon murabbosi chiqarganmiz, limon va zanjabil. Aynan mana shunaqa tez charchash, bosh og'riqlarga bizga ham foyda bo'ladi. Sizga shuni sovg'a sifatida topshirmoqchimiz Darmon brendidan. Rahmat. Rahmat opa, sog' bo'ling. Rahmat. Endi aynan shunaqa tez charchagan va tez bosh og'riydigan odamlar uchun Darmon brendidan zanjabil, limonli murabbo tarqatyapmiz. Bu sizga sovg'am aka. Buni ichsangiz xudo xohlasa 100% ketasiz va tabiiy. Sog' bo'ling qatnashganingiz uchun. Rahmat. Rahmat opa, sog' bo'ling. Rahmat. Uncha yaxshi, salomat bo'ling. Ishlarga omad.